Mana Gold Asfalt jamoasining oldiga kelganman, ko'rib turgan asfaltlaring. Hozir mana shu yerga necha kvadrat egasiz Farafan ichiga? Hozir bu umumiy maydonimiz bosilayotgan joyi 300 kvadrat. 300 kvadrat joyda bosyapsiz. 30 tonna asfalt ishlatyapmiz. 30 tonna. Necha santimetr qalinligi bo'ldi? Asfaltni yayganimizdan keyin 5 sm, katoydan keyin 5 sm toza rasmiy qoladi. Rasmiy qoladi. 6-6,5 tashlaryapti. 5,5 qoladi. Hozir aka egalaridan, mana shu Farafan zapravkani egalaridan talab bo'lgan narsa nima bo'ldi endi aka? Bizdan nima talab bo'ladi demoqchimanda? Xo'p, zapravkamiz egasi o'tgan yili mana shu joyda qolgan qismlarini ham bosib berganmiz jamoamiz bilan birga. Ishimiz ma'qul bo'lgani uchun buyurmani yana chaqirib, ishimiz sifatliligi uchun, bitumni yaxshi asfalt olib kelib bosib berganimiz uchun yana chaqirishib, qolgan joylarni ham bostirishgan. Hozir aka, men so'rayotgan narsa, misol uchun men sizga shag'al olib berishim kerakmi, paket olib berishim kerakmi, yo saqchizga pul berishim kerakmi, nima qilishim kerak? Asfalt bostirmoqchi. Joyda ko'rsatasiz, olib kelasiz, joyda ko'rsatasiz. Joyini tekizlab, uringa chiqarib, ukunlarni chiqarib, hamma kelib asfalt bosish xizmatlari hammasi shu xizmatimiz ichida bo'ladi, mutlaqo bepul bo'ladi. Asfaltni bu joyga hozir 1 tonnasini 700 ming so'mdan bosib beryapmiz. Mana shu 700 ming so'mning ichiga hamma xizmatimiz kiradi. Shag'algacha. Shag'ali endi ko'proq shag'al kelsa, joyda egasi o'zi olib beradi. O'zi olib beradi. Ya'ni Metsuso'da o'zini olib beradi. Bitta borganlarida xizmatlari tekizlab, uringa chiqarib, ukunlarni chiqarish hamma xizmatlari bizni jamoamizning xizmatida bo'ladi. Mutlaqo tekin bepul bo'ladi qolganlar. Bepul bo'ladi. Mana shu hozir holatda endi misol uchun aka bir kunda biz obunachilarimiz orasida zapravka, ferma, maktab, bog'cha, klinika yoki ishlab chiqarish birorta joyiga yoki mahallaga tashlab berish kerak bo'lsa aka, necha kvadratgacha joyda sizlar ob'yomda qila olasizlar bir kunda? Ertalab misol uchun 9 dan boshlasangiz, kech payt soat 18:00 bitta joyda xizmat ko'rsatsangiz, bitta joyda xizmat ko'rsatsangiz bir kunda 3000-4000 kvadratgacha bosib, bitkazib, parkini chiqarib ketaverasizlar. Ya'ni qumiga sevib shuna ketasizlar. Inshaalloh. Ekranda raqamlar turibdi. Gold Asfalt jamoasi Farg'ona shahar, Farg'ona viloyati ichida ham yurishib, xizmat ko'rsatishadi. 4 ta balondan ko'rganman deysizlar. 1 tonna asfaltimiz 700 ming so'm hamma xizmat ichida. Like bosib qo'yamiz. Aka hamma joyga 700 ming so'm deyapsiz asfalt olib berishingiz? Xo'p, asfaltimizning narxi 580 ming so'mdan 850 ming so'mgacha bor. Ko'tarilib ketadi. Rossiya, Farg'ona bitum. Bitumiga qarab narxlari o'zgaraveradi. Mijozimiz qanaqasidan xohlasa, o'sha narxdagisini tanlasa, olib kelib bosib beraveramiz. Puliga qarab. Like bosib qo'yamiz.